Xitoy ichkiri o'lkalarda islom belgisini yo'q qilishga boshladi. 20 aprel o'zini oshkorlashni xohlamagan bir shohidimiz ta'minlagan rasm va yozma ma'lumotlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy ichkiri o'lkalarda har qanday shakldagi islom belgilarini elib etish to'lqini qo'zg'adi. Xitoy necha yildan beri Sharq Turkistondagi islomiy tus olgan naqish, xat, hilal oy belgilarini bir butun oldirib o'tgan edi. Yaqinda Xitoy ichkiri o'lkalarda oshxona, masjid, bino, ommaviy ko'ngil ichish so'roni, masjid, jami, munari, gumbaz hamda diniy sohaga munosabatli o'rinlardagi islomiy tus olgan naqish, rasm, o'yma xat qatorliqlarning hammasini elib etish to'lqini qo'zg'agan. Bularning ichida Zhejiang Universiteti Musulmoncha oshxonaning Musulmoncha oshxona degan xat va belgini, oshxona ichidagi islomiy naqish va bezaklarni, Ningxiadagi masjid jamialarining temi va munoradagi islomiy naqish va o'ymalarni, Ningxianing markaziy shahardagi Yingchuan tajriba o'ttir maktabining o'qitish binosi va kutubxona binosidagi islomiy naqish va belgilarning hammasini, hatto cherkovlardagi kirish belgilarini majburiy oldirib o'tgan. Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi rasmiy boshlandi. 21 aprel Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati va Sharq Turkiston yangi nasl jamiyatining tashkillashi bilan Turkiyaning Istanbul Zaytunburnu Chirpiji tantarbiya maydonida Uyg'ur lo'nqisini talashish basketbol musobaqasi rasmiy boshlandi. Musobaqaning ochilish marosimiga Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati raisi Tahir Ko'kbayroq, Sharq Turkiston yangi nasl jamiyati raisi Dr. Abdusalom Taklimakan, Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi Ustoz Sirojiddin Azizi, Sharq Turkiston Ulamolar birligi bosh kotibi Dr. Abdulvaris Abdulxoliq, Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati muavin raisi Musajon, Sutuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfidan Muhammad Umar qatorliq ustoz va yetakchilar qatnashdi. Ochilish marosimida Sharq Turkiston yangi nasl jamiyati raisi Dr. Abdusalom Taklimakan va Sutuqbo'raxon ilm va madaniyat vaqfidan Muhammad Umar ayrim so'z qildi. Faoliyat tashkillovchilar Istanbuldagi xalqimizni atiki hal qilg'uch musobaqani farzandlari bilan kelib ko'rishga taklif qildiganligini bildirdi. Hal qilg'uch musobaqaning boshlanish vaqti ati tushdan burun soat 10 da. Voy güzel. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyni aybladi. 21 aprel kishilik huquq to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 2017-yillik kishilik huquq dokumenti e'lon qilib, Xitoyni aybladi. China continues to spread the worst features of its authoritarian system. Yuzbatlik dokumentda Xitoy, Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya qatorliq 8 davlatning 2017-yillik kishilik huquq ahvoli bayon qilindi. 8 davlat ichida Xitoy alohida tilga ilinib, Xitoyda mustaqil adliya sistemasining yo'q ekanligi, mustaqil aqlg'uvchilarni bostirish siyosatini yurgizishi, bo'libmi Xitoyning Uyg'ur, Tibet qatorliq millatlarning dini, tili, madaniyatini cheklashi Amerika hukumatini qattiq ansiratganligi tilga ilindi. Dokument yana Xitoy Kommunist partiyasining yaqindan beri elib borgan qonunsiz o'lim jazosi berish, qonunsiz tutqun qilish, kishilik huquq himoyachilarini izdiraksiz yo'q qilib etish, shafqatsizlarcha jazolash qatorliq kishilik huquq dafsandichiliklari tafsili fosh qilindi. Uyg'ur farzandlarimiz tomoshabinlarni o'ziga alohida jalb qildi. Bugun 21 aprel Turkiyada har yili o'tkaziladigan 23 aprel Xalqaro bolalar bayramining dastlabki faoliyatlarining 3-kuniga qadam qo'ydi. Faoliyatga qatnashayotgan 21 nafar farzandlarimiz Ko'jaeli bolalar o'yin sarayida san'at faoliyatiga qatnashib numur ko'rsatdi. Tushdan burun bolalar o'yin sarayida ko'ngil ichish faoliyatiga tashkillangan farzandlarimiz tushdan keyin 42 davlatdan kelgan bolalar bilan birga Ko'jaelidagi bolalar o'yin sarayida Uyg'urlarning milliy va an'anaviy bolalar san'at numurlarini ko'rsatdi. Farzandlarimiz o'zgacha milliy san'at numurlari va Uyg'urlarning jalb qilarliq milliy kiyimlari bilan tomoshabinlarni o'ziga alohida jalb qildi. Avstraliya bosh ministri Janubiy dengizdagi qatnash erkinligini ta'kidladi.
Avstraliya bosh ministri Malcolm Turnbull Avstraliya dengiz armiyasining Janubiy dengizda erkin qatnash huquqini izchil qo'llanganligini bildirdi. U bu so'zlarni Xitoy dengiz armiyasining Janubiy dengizda Avstraliya urush paraxodlarini to'sqanligi qarata aytgan. Avstraliya axborot vositalarining juma kuni xabar qilishicha, 4-oyning boshlarida Avstraliyaning 3 urush paraxodi Vyetnamni ziyorat qilishga ketib etib, Janubiy dengizda Xitoy urush paraxodlarining to'sqinligiga uchirgan. Muxbirlar juma kuni Londonda Buyuk Britaniya ittifoqidagi davlatlarning boshliqlar yig'iniga qatnashayotgan Turnbulldan bu voqeani so'ragan. Turnbull bu voqeani inkormi qilmagan, e'tirofmi qilmagan. U faqat Avstraliya dunyoning har qaysi okeanlarida, jumladan Janubiy dengizda erkin qatnashni ta'kidlaydi va buni amaliy mashg'ulotida ko'rsatadi degan. Avstraliya bilan Xitoyning munosabati yaqindan beri jiddiy yiriklashishga boshladi. Xitoyning Avstraliyaga siyosiy i'ona berish qatorliq yo'llar bilan singib kelishi, Janubiy Tinch okeanidagi orol davlatlarini kontrol qilishga urinishi Avstraliyani bearam qilib keldi. Avstraliya hukumati yaqinda qonun chiqarib, Xitoyning Avstraliyadagi partiya guruhlar va siyosiy shaxslarga i'ona berishiga cheklama qo'ygan edi.